Tun tobora qorong'u bo'lib borardi va Bxangar ichida galati voqealar sodir bo'la boshladi. To'satdan do'stlardan biri, Aman, qal'aning eski qismiga tomon tortilib ketdi. U aytdi, men bir ovoz eshitdim, kimdir meni chaqirdi. Qolganlar qo'rqib ketishdi. Orqaga qayt, Aman, deyishdi ular, lekin u hech kimni tinglamadi. Ular uning ortidan borganlarida ko'rishdi. Aman bir qadimiy shatir saroy ichiga kirib ketgan edi. Odamlar aytishicha, u yerda Malika Ratnavatining ruhi yashaydi. Orqa fon, past ovozda xirgoyi, ayolning pichirlashi, Aman. Keyin to'satdan hamma joy qorong'u bo'lib ketdi. Mobil fonarlar ham ishlamay qoldi. Shu payt do'stlardan biri, Menal, baqirib yubordi, bu yerda kimdir bor. Ularning ko'z o'ngida bir soyabon ko'rindi, bir ayol qizil sarida havoda suzib yurardi. Uning ko'zlari qizil edi va yuzi insoniy emas edi. Hikoya pichirlab, hayajon bilan, bu Malikaning o'zi edi yoki uning la'nati. Hamma qochishga tushdi, lekin darvozalar allaqachon yopilgan edi. Ular bir gumbaz ichida qamalib qolishdi. Devorda yozuv bor edi, kim ichkariga kirdi, hech qachon tashqariga chiqa olmadi. Orqa fon, baqiriq aksadosi, ibodatxona qo'ng'iroqlari. Do'stlardan biri, Rohit, aytdi, bu hammasi bir xatolik edi, biz bu yerga kelmasligimiz kerak edi. Lekin endi juda kech edi. Aman ortga qaytmadi. Uning ovozi oxirgi marta eshitilgan edi, meni qo'yib yuboring, meni ortga qaytishga ruxsat bering. Va keyin sukut. Yakuniy hikoya, o'sha tundan keyin, ularning hech biri o'ziga o'xshamagan nimadir ularning ichidan Bxangarda qolib ketgan edi. Davomi bor.